Assalomu alaykum hammaga. Mavzulashtirilgan mock testlarimizning 9-sini tahlilini ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi misolda nima deyilyapti? 2 ga ham 3 ga ham qoldiqsiz bo'linmaydi. 100 kesmadan nechta son? Xo'p, bu to'plamlardan kelib chiqamiz. Bitta demak, universal to'plam chizamiz va uni ichiga ikkita doira chizamiz. Bittasi 2 ga bo'linadigan sonlar, bittasi 3 ga bo'linadigan sonlar deb mana. O'rtasida esa ikkalasiga ham bo'linadigan sonlar, bu 6 ga bo'linadigan sonlar bo'ladi o'rtasida. Demak, nima qilamiz? 100 ni endi 100 da nechta son 2 ga bo'linadi 1 dan 100 gacha. Buning uchun 100 ni 2 ga bo'lamiz. Butun qismini olamiz. 50 ta chiqadi. 100 ni 3 ga ham bo'lamiz. 3 ga nechta son bo'linadi 1 dan 100 gacha? 33 ta bo'linadi 99 da bo'lsak. Endi 100 ni ikkalasiga ham bo'linadiganlarni topish uchun ular ikki 6 ga ham bo'ladigan bo'lsak nechta bo'ladi? 16 ta son bo'linadi. Demak, endi mana bu yerga o'rtaga 16 ta yozyapmiz. Faqat mana bu ikki tomonga endi 50 ta bo'lgan bo'lsa, o'rtasida 16 ta bo'lsa, bu tomoniga 34 tasini yozsak, jami 50 ta bo'lyapti baribir. Xo'p, bu tomonga 33 ta edi, 17 tasini yozamiz. Endi 16 bilan 33 ni berdi baribir. O'rtadagini ayirib tashlab qolganlarini yozdik. Endi bo'linmaydi degani uchun nima qilamiz? Bo'linmaydi degani uchun jami 100 tadan ayirib tashlaymiz. Mana shular yig'indisini 34, 16, 17 ni qo'shib 100 dan ayirib tashlasak bo'linmaydigan. Bizga mana bu tashqarida qolib ketayotgan sonlar so'ralyapti. Bo'linmaydi degani uchun. Xo'p, 100 dan demak ayiramiz nechini? 100 ayrilgan bu 67 bo'lyapti qo'shsak, javobi 33 bo'ladi. A variantda bizga berilgan. Keyingi misol 8, 15, 17 bo'lsa, demak, birinchi navbatda bu uchburchak turini aniqlab ko'ramiz. Ikkita kichik tomonni kvadratini uchinchi tomonni kvadrati bilan taqqoslasak, bu ham 289 bo'lyapti, bu ham 289 bo'lyapti. Teng bo'lib qolyapti. Teng bo'lib qolsa, demak bu Pifagor teoremasini berib qolyapti bizga. Pifagor teoremasi qaysi uchburchakda bor edi? To'g'ri burchakli uchburchakda bor edi. Demak, eng katta tomoni 17, 15 va 8 ekan. Katta tomon qarshisida albatta bizga 90 gradus yotibdi. A variant to'g'ri bo'ladi. Keyingisi modulga oid savol. Xo'p, bunda ichkarilarni hisoblab olishimiz kerak. Kichkina modullarni birinchi navbatda. Xo'p, 4 ayrilgan, 5 ko'paygan. Demak, mana buni ishlasak 2 bo'ladi. 4 dan 6 ni ayirsak 2 bo'ladi. Plus 4 ko'paytirilgan, 3 dan 6 ni ayirsak bu 3 bo'ladi. Taqsim 3 ayrilgan, 4 ko'paytirilgan, demak 7 dan 5 ni ayirsak 2 bo'ladi. Xo'p, tepani hisoblasak 12, 16, 16 dan 10 ni ayirsak 6 bo'lib qoldi. Mahrajni hisoblasak bu 8 bo'ladi. 8 dan 3 ni ayirsak 5 bo'ladi. Minus 5 dan baribir moduldan 5 chiqadi. 6 taqsim 5 bu bizda aralash kasr ko'rinishida tasvirlangan 1,5 dan 1 D variantda berilgan. Keyingi misol, 4-misol soddalashtirish kerak ekan buni. Xo'p, qanday soddalashtiramiz? Demak, buni o'zini yozamiz. 5x plus 6 taqsim x kvadrat minus 4 minus, xo'p, x taqsim x kvadrat minus 4 ko'paytiruvga aylantiramiz. X minus 2 tepaga chiqadi, x pastga tushadi. Plus 1. Xo'p, mana bularni bitta-bitta qisqartirsak. Endi hozir mana mahrajni qisqartirmay turamiz, chunki umumiy mahraj berganimizda hozir bir xil turibdi-da bular. Shunda nima bo'ladi? Bitta mahraj bersak, 5x plus 6 bu minusni bunga ta'sir qildirsak, minus x plus 2 bo'lib qoldi. Mahraji ikkalasini bitta mahrajga oldik. X kvadrat minus 4 va plus 1 bor keyin. Endi nima bo'ladi? Bu 4x bo'ladi, plus 8 bo'ladi. Mahrajda x kvadrat minus 4 bor, plus 1. Tepadan 4 chiqarib olsak, x plus 2 bo'ladi. Mahrajdan x minus 2, x plus 2 degan ko'paytiruvchaga ajratsak bo'ladi mahrajni, plus 1. Xo'p, endi x plus 2 lar qisqarib ketsa, bunga mahraj beramiz. 1 ga ham x minus 2 mahraj berib yuboramiz. Shunda 4 plus x minus 2 bo'lib qoldi surat. Mahrajimiz x minus 2. Bu x plus 2 degani x minus 2. X plus 2 taqsim x minus 2 C variantda bizga berilgan. Demak, mana shu qo'shtengislik keyingi savol. Mana shu qo'shtengislik berilgan. Nechta tub sondan iborat yechimi bor? 4 ni ikkala tomonga ham ko'paytirib yuboramiz. 4 x plus 3 bu 16 bo'lib qoldi. 3 ni ikkala tomonga ham ayiramiz. Bu yerda 1, bu tomondachi
13. Ana shu yerda tub sonlar sanab qo'yamiz. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Nechta bor ekan? 1, 2, 3, 6 ta. 6 ta tub yechimi bor ekan. Keyingi misolga o'tamiz. 6-misol. Mana bu qaysi biriga teng emas? Quyidagilardan qaysi biriga teng emas? Xo'p, birinchi navbatda biz 25 ni 26 ga ko'paytiramiz. 25 ni 26 ga ko'paytirsak, necha bo'ladi endi? 650 bo'ladimi? 25 ni 25 ga ko'paytsak 625 bo'ladi, 650 bo'lgan. 650 ko'paygan. Endi virguldan keyin bu yerda 1, 2, 3, 4 ta, 5, 6, 7 ta, jami 7 ta xona tashlab yuborilayotgani uchun 10 ni -7 deyman. Xo'p, bunga o'xshagan javob bor ekan. Biz teng emasini qidiryapmiz lekin. Bu teng bu. Endi bu -6 bo'ladigan bo'lsa, bitta 0 yo'qolsa, haqiqatan bitta 0 yo'qolsak, buni -6 deb yozsak ham bo'ladi. Bunda javob ham bor. -5 qilmoqchi bo'lsak, virgulni yana bitta sursak, 6,5 ko'paygan 10 ni -5-si bo'ladi. Bunda javob ham bor. Demak, o'z-o'zidan D javobga tengmas bo'ladi, chunki -3 gacha olib kelaman desak, xo'p, yana bitta suramiz. 0,65 bo'lganda 10 ni -4-si bo'ladi. 0,065 bo'lganda 10 ni -3-si bo'ladi. Bular aytayapti 0, mana bu yerda bitta 0 ortiqcha bo'lgan. Shuning uchun D javobga tengmas. Keyingisi, tenglamaning ildizlaridan biri 1 ga teng, shu tenglamaning barcha koeffitsiyentlar yig'indisini toping deyiladi. Xo'p, ildizlardan biri 1 ga teng desa, demak x larning o'rniga 1 qo'yib yuborishimiz kerak bo'ladi. Tenglamaning ildizlaridan biri 1 ga teng, shu tenglamaning barcha koeffitsiyentlar yig'indisi 0 bo'ladi-ku. Xo'p, 1 qo'ysak, demak 1 minus pi minus q plus 4 teng 0 chiqyapti. O'zi barcha koeffitsiyentlar yig'indisi o'zi shuni beradi o'zi. Koeffitsiyentlar bu yerda 1 bor, bu yerda minus pi bor, bu yerda minus q, bu yerda 4 bor. 0. Demak, agar tenglamani bunday qoida qilib eslab qo'ysak bo'ladi. Tenglamani bitta ildizi 1 bo'lsa, koeffitsiyentlar yig'indisi doim 0 bo'ladi. Koeffitsiyentlar yig'indisi doim 0 bo'ladi, tenglamani bitta ildizi 1 bo'lsa. Xo'p, aylanaga ichki chizilgan teng yonli uchburchak asosining uzunligi 10 sm. Aylanaga ichki chizilgan teng yonli uchburchak. Bizga aylana kerak bitta. Mana shunday teng yonli uchburchak chizamiz ichiga. Xo'p, yana nima deyildi keyin? Asosi 10 ga teng deyildi. Yon tomonining uzunligi 12 ga teng deyildi. Uchburchak balandligining o'rtasidan asosiga parallel vatar o'tkazildi deyilyapti. Vatarning uzunligini toping. Demak, balandlik tushiradigan bo'lsak, mana shu yerga. Balandlikning o'rtasidan asosga parallel mana bunday vatar o'tkazilibdi. O'sha vatarning uzunligini toping deb bizga aytilgan. Xo'p, balandligini topib olamiz. Balandligi mana bu yer 5 bo'lsa, bu yoq 12 bo'lsa, 144 dan 25 ta ayirsak. Bu ildizdagi son chiqadi. Demak, balandlikning o'rtasidan asosga parallel vatar o'tkazildi. Vatarning uzunligini so'rayapti bizdan. Xo'p, bu yerda hozir markazi aytaylik, mana shu yerda markazi bor deylik. Buni tortsak, bu radius bu. Radius, tepasi ham radius. Balandlikdan topib olishimiz kerak hozir biz. Balandlik qanday topamiz? 10, demak 5 asosi 10 bo'lsa, demak balandlik h kvadrat plus 5 kvadrati 12 ning kvadrati 144. H kvadrat teng 144 ayrilgan 25, h teng xo'p 9 119 mi? Ildizosida 119. H ildizosida 119. Mana bu tepasi ildizosida 119 taqsim 2. Xo'p, birinchi navbatda demak biz nimani topib olayotgan? Radius topib olayotgan. Radius ABC taqsim 4 ta S degan formula bilan chiqish kerak. Tashqi chizilgan endi radius. Shunda radius teng bo'ladi. Tomonlari. Xo'p, 10, 12, 12 bo'ladi. Endi ikkita tomoni 12 dan bo'ladi. Yuzasi 4 ko'paygan, yuzasi asos bilan balandlik ko'paytmasining yarmi bo'lishi kerak. Asosi 10, balandligi ildizosida 119 taqsim 2 bo'lishi kerak.
Xo'p, endi qaysilar qisqartirib yuboramiz? 10lar qisqarib ketadi. Bu 2 bilan qisqaradi. 2 qoladi. 2 ni bunga bo'lamiz, 6 qoladi. Shunda radiusimiz nimaga teng ekan? 72 taqsim 6 kare 12 119 bo'lib qoladi radius. Xo'p, endi mana bu yerda to'g'ri burchakli uchburchak bo'lib qolyapti. Mana bu x. Mana bu yer endi mana shu yer qanday kesma? Bu yer tepa jami radius bo'lsa, shu radiusdan balandlikda yarmini ayirganimiz. Radiusdan balandlikda yarmini ayirganimiz. Qanday bo'ladi endi bu? Xo'p, radius demak 72 taqsim ildiz ostida 119 edi. Shundan ayirib tashlashimiz kerak balandlikda yarmini. Ildiz ostida 119 taqsim 2 ni. Xo'p, bunga 119 tadan makhraj berib yuborsak, bunga 2 tadan makhraj berib yuboramiz. Bunga 2 tadan makhraj beramiz, bunga ildiz ostida 119 tadan beramiz. Shunda 2 ildiz ostida 119 bo'lib qoldi. Bu-chi 144 ayrilgan, mana bu yana 119 bo'lgandan keyin 25 taqsim 2 ildiz ostida 119 bo'lib qoldi. Mana shu kesmamiz. Aytaylik y deylik. Mana bu radius. Endi shu yerga Pifagor qilamiz. Xo'p, nimani kvadratlari? X ni kvadrati plus y ni kvadrati o'sha joydan radius ni kvadratini beryapti. X ni biz qidiryapmiz. Y kvadratni o'rniga nimani qo'yamiz? Y ni chiqdi mana 25 taqsim 25 kvadrat 625 taqsim 4 ko'paygan 119 bo'lib qoldi-da bu. Qutulib chiqib teng. Radius kvadrat bo'lsa, radius kvadrat mana bu. Xo'p, ana shuni hisoblamay tursak bo'lar ekanda. Mana buni hisoblamay turaylik. 25 kvadratini hisoblamay turaylik. Hozir hissa ko'paytirish formulasini ishlatamiz. 25 taqsim 2 ildiz ostida 119 da kvadrati teng bo'lyapti. Demak, nimani kvadratiga? Radius nima edi? 72 taqsim ildiz ostida 119 da kvadratiga teng bo'lyapti. Bir tomonga plus minusga o'tkazadigan bo'lsak nima bo'ladi? X kvadrat teng bittasi 25 2 ildiz ostida 119 dan ayirishim kerak. Yo'q, 72 dan ayirishimiz kerak. 72 bir tomon tursa 72, mana bu 2 ham yo'q. Ayrilgan 25 2 ildiz ostida 119 va bittasiga qo'shilish kerak endi ular. 72 taqsim ildiz ostida 119 qo'shilgan 25 taqsim 2 ildiz ostida 119. Xo'p, endi-chi? Endi ikkitadan makhraj beriladi hozir. Mana bunga ikkitadan makhraj beramiz. Bir xil makhraj bo'lishi uchun 144 dan 25 ayirsak 119 mi? Xo'p, 144 dan ayirsak 119 bo'ldi. Makhraji 2 ildiz ostida 119 bo'lgan. Endi qo'shsakchi, bunga ikkitadan makhraj bersak 144 ga 25. 169 taqsim 2 ildiz ostida 2 ildiz ostida 199 bo'ldi. Bunga ham ikkitadan makhraj berib qo'shsak, endi 119 mana bular bilan qisqarib ketdi. Xo'p, x nech chiqadi keyin? 169 dan 13 chiqadi. Mana bu 2 kare 2 4 bo'lsa, 4 dan 2 chiqadi. X imiz demak 13 taqsim 2 ekan. 13 taqsim 2 degani mana bu yarmi, biz qidirgan vatarni yarmi 6,5 ekanda. Bu yoqqa ham 6,5 bo'ladimi shunda? Javob 13 chiqar ekan. Ancha murakkab savol berilgan ekan bu yerda. Keyingi misolga o'tamiz. Xo'p, nima deyilyapti? Mana shu funksiyaning qiymatlar sohasini toping deyilyapti. O'zi kvadrat funksiyaning qiymatlar sohasi qanday topiladi? Shoxlari tepaga qaragan bo'lsa, y0 dan cheksizlikgacha deb topilar edi. Faqat shu narsa ildizda bo'lgani uchun biz ildizga olib qo'yamiz y0. y0 qanday topamiz? x0 topib olamiz. x0 minus 1 taqsim 2 bo'lsa 2 taqsim 2 1 bo'lib qo'yilgan. 1 olib borib qo'ysak, y0 nima bo'ladi? 1 ayrilgan 2 plus 5. 4 chiqar ekan. Demak, ildiz ostida 4 degani bu 2 degani. 2 dan boshlab mana bu kiradigan qavs. Cheksizlikgacha degan javob chiqadi. Bizda D variantda berilgan. Xo'p, keyingi misol tenglamani yeching deyilyapti. Navbat-navbat 0 ga tenglashimiz kerak. Ikkalasini ham, buni ham 0 ga tenglash kerak. Aniqlanish sohalarni tekshirib ko'rish kerak. X kvadrat minus 9 ni 0 ga tenglasak, x teng plus minus 3 chiqadi. X plus 1 ni 0 ga tenglaydigan bo'lsak, x teng minus 1 chiqadi.
Xo'p, endi qarang. Mana bu ildizni aniqlanish sohasi manfiy qolmasligi uchun qaysi sonda olib borib bo'lmaydi? 3 ta olib borib bo'ladimi? Bo'ladi, musbat chiqadi. -3 ta olib borib bo'ladimi ildiz ichiga? -3, -2 bo'lib qoladi, yo'q, olib borib bo'lmaydi. -1 da olib borsa bo'ladimi? Bo'ladi, 0 chiqsa mumkin bemalol. Xo'p, demak ildizlarimiz 3 bilan -1 ekan. Bu bizda A variantda berilgan. Keyingi misolga o'tamiz. Mana shu tenglama 0,2 pi kesmada nechta ildizga ega deb aytilgan. Xo'p, demak tenglamani ishlashimiz kerak. Kosinus berilgan bu yerda. Bunday qilamiz. Demak, 3 ta sinus 2x teng 2 plus 2 ta kosinus 2x bo'lib qoldi. 3 ta sinus 2x teng, bundan 2 chiqarib olsak 1 plus kosinus 2x da mana bunday formulasi bor edi. 2 ta kosinus kvadrat x minus 1 ko'rinishda yozsak bo'ladi. Natijada birlar ayrilib ketdi. 3 ta sinus 2x teng bo'lib qoldi. Bu 2 bilan 2 ko'payib 4 ta kosinus kvadrat x ga. Sinus 2x da yoyib qo'yishimiz kerak endi. 6 ta sinus x kosinus x bo'lib qoladi. Xo'p, 4 ta kosinus kvadrat x. Bitta kosinus x ga ikkita tomonni bo'lib yuboradigan bo'lsak, natijada kosinus x teng 0 degan yechim olib qo'yamiz. Xo'p, mana bu kosinus x ni bu tomonga bo'lib o'tkazsak keyin kosinus x ni bu yoqqa bo'lib o'tkazsak nima bo'ladi? Sinus x taqsim kosinus x tanginus x bo'ladi-da. Kosinus x ni bu yoqqa bo'lib o'tkazsak, mana shunday tanginus x bo'lib qoldi. 6 ni bu tomonga bo'lib o'tkazsak 2 taqsim 3 bo'lib qoldi. Mana bunday ikkita tenglama bizda hosil bo'ldi o'rtoqlar. Endi mana shu aylanada 0,2 aylanada nechta ildizga ega? Kosinus x nechta 0 ga teng? Nechi marta? Mana bu yerda 0 ga teng, bu yerda 0 ga teng. Ikkita yechim. Tanginus qayerlarda 2 taqsim 3 ga teng bo'lishi mumkin? Tanginus qayerlarda musbat? Birinchi chorakda bitta joyda 2 taqsim 3 bo'lishi mumkin. Va demak ikkinchi chorakda bittasida bo'lishi mumkin. Uchinchi chorakda musbat. Natijada bizda 4 ta ildiz bor ekan. 4 ta ildiz deb aytamiz. Xo'p, keyingisi hisoblang deyilgan. Demak, logaritmlar qo'shilganda ular nima qilish kerak? Ko'payish kerak bo'ladi. Mana bu argumentlari bir-biriga ko'payadi. Bitta LG deb olamiz. Ko'paytiramiz. Tanginus 22, tanginus 68 ni kotanginus 22 deb yozib ketamiz. Chunki 68 90 minus 22 degani 90larda tanginus ismini kotanginusga o'zgartiradi. Xo'p, va bu sinus 90 gradus. Sinus 90 gradus. Hammasi ko'payishi kerak. Ikkalasi ko'payib 1 bo'lib ketadi. Sinus 90 da ham 1 ga teng. LG 1 bo'lib qoldi. Logaritm 1 degani bu 0 degani. C variant to'g'ri. Keyingisi. Xo'p, bu yerda endi mavhum sonlar, ya'ni kompleks sonlardan berilyapti. Bu haqiqiy sonlar emas. Xo'p, eslab qolamiz. Demak, mavhum sonlarda i kvadrat teng -1 degan tenglik mavjud. Hamma misollarimiz shundan kelib chiqadi. O'zi haqiqiy sonlarda biror narsani kvadrati manfiy bo'lishi mumkin emas-ku. Demak, mavhum sonlarda mumkin. Mana i kvadrat teng -1. Buni bitta-bitta ko'paytirib olib chiqamiz. 3i kvadrat plus 2 ta i -3 ni ko'paytirsak -9 ta i hop -6 mi? 2 ta i -3. Nima bo'ladi demak? 3 ta i kvadrat 7 ta i -6. Shunday bo'lib qoldimi? -7 ta i -6. Ana shunday mahrajdachi 2 ta i -3. Ana endi mana bu i kvadrat o'rniga -1 ni qo'yamiz shu yerga. Shunda -3 bo'ladi-da. Bu nima bo'ladi keyin? 3i kvadrat -9i plus 2 ta i -6 to'g'ri ketyapti, ha. -7 ta i -9 bo'lib qoldi. Endi bu yerga -1 qo'ysak -3 -9 bo'lib qoldi. 2 ta i -3. Endi xuddi kasrlarda irratsionaldan qutqarganday bularda ham tepani ham pastni ham shuni plusligiga ko'paytirib yuboriladi. Qo'shmasiga ko'paytirib yuboriladi. Natijada mahrajda 4 ta i kvadrat minus necha bo'lib qoldi? 9 mi? Kvadratlar ayirmasi tepada bittalab ko'paytirib chiqamiz. Xo'p.
minus 14 ta i kvadrat. Keyinchi 9 ga ko'paytirsak minus 18 ta i 3 ga ko'paytirsak minus 21 ta i 3 ta minus 9 ga ko'paytirsak minus 27 mi? To'g'ri ketdi ya. Hammasi minusdan chiqdi. Shunday. I kvadratlar o'rniga yana bitta minus 1 qo'yib olamiz. Nima bo'ladi? Bu yerga minus 1 qo'ysak, bu plus 14 bo'lib qoladi. 14. Mana bu ikkalasi qo'shilib ketadi. 18 ga 21 necha? 39 mi? 39 ta i minus 27 ta. Taqsim bu yerga i kvadrat o'rniga minus 1 qo'ysak, bu minus 4 minus 13 bo'lib qoladi. Endi bu minus 39 ta i ni 13 ga bo'lsam 3 bo'lib qoladi. 3 ta i bo'lib qoladi. Mana bu 27 dan 14 ta ayrsam minus 13, uni minus 13 ga bo'lsam plus 1 bo'lib qoladi. 3 ta i plus 1, 1 plus 3 i yoki mana. Xo'p, keyingisi kasrning eng katta qiymati. Funksiyaning eng katta qiymati xuddi shunday misollarda nima bo'lishi kerak? Maxraj kichkina, eng kichkina bo'lganda ifoda eng katta qiymatni qabul qiladi. Xo'p, nima deymiz shuni? 3 taqsim x minus 1 da qavs kvadrati plus 2 bo'lib qolyapti hozir. Mana bu kvadratning eng kichkina qiymati 0, shu yerga 0 qo'yib yuborsak, javob 3 taqsim 2 bo'lib qolyapti. 3 taqsim 2 1,5. Demak, shu ifodani eng kichkina qiymati 1,5 ga teng ekan. Xo'p. Keyingi misol. Keyingi misolda bizga nima deyilyapti? Mana bu parallelogram berilgan va ikkita balandligi berilyapti. Eslab qolamiz. Demak, formulasi mana shu ikkita balandligini bir-biriga ko'paytirib, sinus alfaga bo'lishimiz kerak yuzasini topish uchun. Demak, balandligi bittasi nima ekan? 12 ildizda 3. Ikkinchisi nima ekan? 4. Sinus 60 gradusda ildiz ostida 3 taqsim 2. Ildiz uchlar qisqarib ketib 2 tepaga ko'paysa 8. 8 kare 12 96 bo'ladi. B variant. Xo'p, keyingisi funksiyaning aniqlanish sohasini toping deb aytilyapti. Demak, logaritmda aniqlanish sohasi 0 dan katta. 0 dan doim musbat bo'lishi kerak argumenti. X kichkina 4 dan chiqadi buni ishlasak. Arcsinusning aniqlanish sohasi, arcsinusning argumenti 1 dan kichkina, minus 1 dan katta bo'lishi kerak. Aniqlanish sohasi demak minus 1 1 bo'ladi. Xo'p, 2 ni ko'paytiramiz ikkita tomonga. Minus 2 x minus 3. Bu yog'i 2. 3 ni ikkita tomonga ham qo'shsakchi 5 bilan 1 mi? Xo'p, 1 dan demak 5 gacha deyapti. Buni ishlaydigan bo'lsak. Keyinchi 4 dan kichkinalar. 1 dan 4 gacha 1 kiradi, 4 kirmaydi. D variantda bizga berilgan ekan. Quyidagi oddiy kasr ko'rinishida berilgan sonlardan qaysilarini chekli o'nli kasr ko'rinishiga keltirib bo'lmaydi? Xo'p, shunga o'xshagan savol berilsa, bizga chekliga keltirib bo'lmaydi deyilsa, birinchi navbatda kasrlar qisqaradimi yo'qmi? Shuni bitta tekshirib chiqamiz. Bu qisqarmaydi, bu qisqarmaydi, bu ham qisqarmaydi, mana bu qisqaradi. 9 taqsim 125 bo'ladi. Endi maxrajlarni biz tub ko'paytuvchiga ajratib ko'ramiz. Maxrajni tub ko'paytuvchiga ajratsak, faqat 2 bilan 5 qatnashsa, bunday kasrlar chekli kasrlar bo'ladi. Boshqa tub son aralashsa, bu cheksiz kasr bo'ladi. 40 ta ajratsak, nimalar bo'lyapti? 2 ga bo'lsak 20, 2 ga bo'lsak 10, 2 ga bo'lsak 5, 5 ga bo'lsak 1. 2 bilan 5 dan boshqa son qatnashmagani uchun bu demak chekli ekan. Chekli. Bizga aytayapti, chekli o'nli kasrga keltirib bo'lmaydi deyapti. Buni keltirib bo'laygan. Bir xato ekan bizdan javoblardan biri o'chirib tashlagan bo'ladi. Xo'p, 3 taqsim 28, 28 maxrajini ajratib ko'ramiz faqatgina. 2 ga bo'lsak 14, 2 ga bo'lsak 7, 7 ga bo'lsak 1. Mana 7 aralashib qoldi. Demak, mana bu cheksiz kasr ekan. Haqiqatan chekliga keltirib bo'lmaydi. 2 ni olishimiz kerak. O'zi bizlar javob keyin oddiy B javob qolyapti 2 qatnashgani. 3 da 35 tekshirib ko'radigan bo'lsak, 35 ni 5 ga bo'lamiz, 7, 7 ga bo'lamiz 1. Bu yerda necha aralashdi? 7 aralashgani uchun bu ham cheksiz kasr bo'ladi. Va mana bu 125 ni biz hozir ajratib chiqsak, faqat 5 bo'ladi. Bu chekli. Chekliga keltirib bo'lmaydi degan cheksizlar so'ralayotgan bo'ladi bizdan 2 bilan 3. Bu B variantda berilgan. Keyingisi mana shu funksiyani hosilasiga 1 qo'ygandagi qiymatini toping deyapti. Hosil olamiz f'(x) teng. Xo'p, bo'linmadan hosila qanday bo'ladi? Birinchi suratdan hosila olamiz. 52x dan hosila 1 taqsim x bo'ladi. Ko'paygan maxrajni o'zi, o'rta ayruv bo'ladi. Endi suratni o'zi bo'ladi. Maxrajdan hosila olamiz. X dan hosila olsak 1 bo'ladi. Maxrajni kvadrati bo'lishi kerak.
Endi ana shu yerga 1 qo'yib yuboramiz. X lar o'rniga 1 qo'yib yuborsak, bu yer 1 bo'lib ketdi. Bu yerga 1 qo'ysak, ln 2 bo'lib qoldi. Taqsim bu yerga 1 qo'ysak 1. Demak, 1 ni biz bunday yozib olamiz. ln y deb yozib olsak, bu 1 deb beradi, minus ln 2. Bu ln y taqsim 2 ni berar ekan. Bizda qaysi javobda berilgan? Yo'q, bizda u emas, mana bu javobda o'zi berilgan ekan. 1 minus ln 2. D variantda berilgan ekan. Xo'p, keyingi misol, demak, mana shu ketma-ketlikning ixtiyoriy 3 ta hadining yig'indisi 50 ga teng bo'ladi, deyapti. Ixtiyoriy 3 ta hadini qo'shsak 50 ga. Agar ketma-ketlikning 3-hadi 11 ga teng bo'lsa, A1 plus A8 toping, deyapti. Xo'p, demak, ixtiyoriy 3 ta hadi, masalan, ixtiyoriy 3 ta hadining yig'indisi. A1 ga A2 ni A3 ni qo'shsak necha bo'lar ekan? 50 bo'lar ekan. Xo'p, agar ketma-ketlikning 3-hadi 11 ga teng bo'lsa, A1 plus A8 ni toping. A2 plus A3 plus A4 ham 50 bo'ladimi? Xo'p, A3 plus A4 plus A5 ham 50 bo'ladi. A4 plus A5 plus A6 ham 50 bo'ladi. A8 gacha davom ettiraylik qani. A5, A6, A7 ni qo'shsak ham 50 bo'ladi. A6, A7, A8 ni qo'shsak ham 50 bo'ladi. Endi bizga nima deyilyapti? Xo'p. 3 ta hadining yig'indisi 50. 3-hadi 11 ga teng. Mana bu 11 ga teng ekan. Bundan A1 ga A2 ni qo'shganimiz nechaga teng bo'ladi? 11 ni bu tomonga ayirsak, A1 qo'shuv A2 teng bo'ladi 39 ga. Endi mana bu uchligidan-chi. A2 plus A4 imiz nimaga teng bo'ladi? Mana bu yerga 3 qo'yib yuborsak, 11 qo'yib yuborsak, bu ham 39 ga teng bo'ladi. A4 plus A5 ham shunday chiqar ekan. 39 chiqar ekan. Xo'p, A4 plus A5 ga 39 qo'ysak, mana bu yerga A6 imiz nechaga teng bo'lar ekan? 11 ga teng bo'lar ekan. A6, A3 bular 11 ga teng ketaverar ekanda. Xo'p. Buni o'rniga 11 qo'ysak, A5 ga A7 ni qo'shsak, bu nechaga teng bo'ladi? 39 ga teng bo'ladi keyin. A6 mana bu A7 plus A8 imiz bu ham 39 ga teng bo'ladi. Bu yerga hozir biz 11 qo'yib yuborsak. Endi o'rtoqlar bizga A1 qo'shilgan A8 deyapti. Bu ham 39 bo'ladi-da. Bu yerda mana bunday qiymatlar teng bo'lyapti. Xullas A1 A4 bilan bir xil chiqyapti. A2 esa A5 bilan bir xil chiqyapti. A3 A6 bilan bir xil chiqyapti. Demak, 3 ga bo'lganda qoldiq 1 qoladiganlar teng bo'lyapti. 3 ga bo'lganda qoldiq 2 qoladiganlar teng bo'lyapti. 3 ga bo'linadiganlar teng bo'lyapti. Mana bu A1 da 3 ga bo'lganda qoldiq 1, bu birinchi ustunga tushadi. Birinchi ustun bilan bir xil. 8 da 3 ga bo'lsa qoldiq 2 bo'lgani uchun ikkinchi ustun bilan bir xil. Demak, biz hozir shunchaki shuni o'rniga A1 qo'shib A2 ni topib qo'ysak ham bo'ladi. Bu 39 ga teng edi. Xo'p, keyingisi, demak, aniq integralni hisoblashimiz kerak. Qanday hisoblaymiz? Mana bu demak x taqsim x plus 1. 1 dan 2 gacha suratda ham bitta x plus 1 hosil qilsak, x plus 1, keyin bitta 1 ayirib qo'ysak, 1 taqsim x plus 1 desak. Shuni beradi hozir. dx desak, bu 1 bo'lib ketadi. 1 dan boshlang'ich x bo'ladi. Minus bundan boshlang'ich ln bo'ladi. 1 taqsim x dan ln x plus 1. Va bunga bizlar 1 dan 2 gacha bo'lgan son qo'yishimiz kerak. 2 qo'ysak birinchi, 2 minus ln 3 bo'lib qoldi. Ayirib yuborishimiz kerak, 1 qo'yib, 1 minus ln 2 bo'lib qoladi. Xo'p, demak bu 2 dan 1 ayrilib 1 bo'ladi.
plus ln 2 minus ln 3 deydigan bo'lsak, 1 plus ln 2 taqsim 3 bo'lib qo'yilgan. Ayrilganda bo'linadi bu. B variantda bizga berilgan. Keyingisi, mana shu vektorlar berilibdi. Mn ko'paytmani toping deyilyapti. Demak, bunday vaziyatda vektorlarni joy-joyiga qo'yamiz. Mana buni joyiga s vektor joyiga 4 bilan 19 qo'yamiz. 4 bilan 19 teng ekan. M ko'paygan. A vektor o'rniga nech qo'yamiz? 2 bilan 3 qo'yamiz. 2 bilan 3. N ko'paygan. B vektor o'rnigacha 3 bilan minus 2 qo'yamiz. Endi ko'paytirib mos-moslarni qo'shishimiz kerak. Ko'paytirsak, bu 4 19 tursin. Nima bo'lyapti bu? 2 ta m, 3 ta m bo'lib qoldi. Plus buchi 3 ta n minus 2 ta n bo'lib qoldi. Endi mana bu ikkalasi qo'shilsa hozir 4 ni berish kerak. Ya'ni bundan kelib chiqadiki 2 ta m plus 3 ta n teng 4. Mana bu ikkalasi qo'shilsa esa nimani berish kerak? 3 ta m minus 2 ta n 19 ni berish kerak. 19 ni berish kerak. Xo'p, mana shu sistemani ishlaymiz. Sistemani qanday ishlaymiz? Tepani 2 ga, pastni 3 ga ko'paytirsak. Nima bo'lar ekan? 4 ta m plus 6 ta n teng 8. 9 ta m minus 6 ta n teng 57. Qo'shib yuboramiz. N'lar yo'qoladi. Bu 13 ta m teng 65. M teng 5 chiqar. M o'rniga 5 qo'ysak bu yerga 10 bo'ladi. Buni ayirsak minus 6 bo'ladi. Minus 2 bo'lar ekan. N minus 2 ga teng. Ikkalasini ko'paytiradigan bo'lsak, minusdan nech chiqadi? 10 chiqadi. Keyingisi, mana shu funksiyaning kamayish oralig'ini toping deyilyapti. Funksiyaning kamayish oralig'i uni hosilasi 0 dan kichik yoki teng bo'lgan nuqtada, ya'ni shundan hosila olib 0 dan kichik yoki teng deb ishlashimiz kerak. Xo'p, hosilasi 2 ta x taqsim 2 minus 12 taqsim lndan hosila 1 taqsim x bo'ladi. X taqsim 4. Shuni kichik yoki teng 0. Bu qisqarib ketadi. Bu yerda x ni o'zi qoldi. Maxraj beramiz x minus 4 dan. X kvadrat minus 4x minus 12 bo'lib qoldi. Keyin maxraji x minus 4. Kichik yoki teng 0. Tepani ko'paytuvchiga ajratsak x minus 6 bilan x plus 2 bo'lib qoldi. Maxrajni ajratsak x minus 4. Kichik yoki teng 0. Buni kamayish oralig'i hammasini 0 lik nuqtalarni belgilaymiz. Minus 2, 4, 6 ni belgilasak, hop, bizga 0 dan kichkina bo'lgan joylari minus oraliqlar kerak. Mana bu yerlar minus chekslikdan minus 2 gacha va 4 dan 6 gacha degan javoblar chiqyapti. Aniq mana bu yerdagi aniqlanish soha ham qo'shib qo'yamiz. X minus 4 dan 0 dan kattaligi, x katta 4 dan. Shunda mana bu oraliq olinmaydi, bu minus olinadi. 4 dan 6 gacha bo'lar ekan. Sizga javob 6 dan 4 o'zi kirmaydi. Keyingisi, zalning uzunligi eni va balandliklari nisbati 5, 3, 1 kabi nisbatda zalning uzunligi enidan shuncha bo'lsa, uni hajmini toping. Demak, birinchi uzunligi kelyapti. Demak, uzunligi mana bu yerda 5 soni kelgani uchun 5x nisbatda ekan. Shu uzunligini topdik. Eni kerak endi bizga. Eni ikkinchi kelgani uchun u bizada 3 nisbat 3x. Ayiramiz. Endi ikkalasini ayirib nechiga tenglaymiz? 4 ko'pinchi darajali asosida 7 ga tenglaymiz. Chunki ayirmasi shunga ko'p deyapti-da. Xo'p, bu 2 bo'lib qoladi. 2 ga bo'lib bersak, xullas bu yerda x qoladi. X ko'pinchi darajali asosida 7 ga teng ekan. Hajmini topish uchun nima qilish kerak? Bo'yi eni balandligi ko'paytirilishi kerak. 5x, 3x va x ko'paytiriladi. Bu 15x ni kubi bo'ladi. X o'rniga 15 ko'paygan ko'pinchi darajali asosida 7 ni olib kelsak, buni kubi bilan qisqarib ketib 15 kara 7 105 degan javob chiqadi. Bunaqa javob berilmagan. 5, 3, 1. Zalning uzunligi enidan shunga ko'p. Ayirib tengladik, 2 ta qoladi. Ha, mana bu yerda 2 qolib ketdi-ku. Buni 2 bo'ladi, 4 2 ga bo'lsak 2 qolib ketdi. Demak, mana bular hammasida 2 ham bor-da keyin.
Hop, mana bu yerda 2 ham bor. 2 ni ham kubi bo'ladi, 8 bo'ladi. 105 ni 8 ga ko'paytirsak, 840 bo'ladi. D variantda bizga berilgan. Keyingisi. Mana shu oraliqda 3 ga teng bo'lgan barcha qisqarmaydigan kasrlar yig'indisi. Demak, birinchi 1 da qanday mahraj 3 qilib yozib olamiz? 3 taqsim 3 deymizda. 3 desa 9 taqsim 3 deymiz. Orasida qisqarmaydiganlari 4 taqsim 3 qisqarmaydi. 5 taqsim 3 qisqarmaydi. 6 taqsim 3 qisqaradi. 7 taqsim 3 qisqarmaydi. 8 taqsim 3 qisqarmaydi. Mana orasida shular ekan. Qo'shamiz. 4 ga 5 9, 9 ga 7 16, 16 ga 8 24 taqsim 3 bo'lib qoldi. Bu bizga 8 ni beradi. Yig'indisi 8 ga teng ekan. Keyingisi. Xo'p, mana buni ishlasak, demak, ildiz 0 dan kattaligi aniq. Faqat uni aniqlanish sohasini olib qo'yamiz biz. X kichik yoki teng 6 dan bo'ladi. Endi logaritmni ishlashimiz kerak ekan. Logaritm 1 taqsim 3 asos ko'ra x minus 3 0 dan katta deymizda, tengi tushib qoladi mahraj bo'lgani uchun. Bu 0-darajasi sib chiqib boradi. X minus 3 kichkina 1 dan qoladi, chunki logaritmda asosi 0 va 1 oraliqda bo'lsa, tengsizlik ishlayotganimizda tengsizlik ishorasi qarama-qarshisiga o'zgarishi kerak. X kichkina 4 dan bo'lib qoladi. Xo'p, demak, aytilyaptiki, bittasi 6 dan kichkinalar deyapti, bunisi 4 dan kichkinalar deyapti. Bu yerda kesishib qoldimi? Keyin mana bu aniqlanish soha ham olamiz. X minus 3 dan 0 dan kattaligini olsak, x katta 3 dan bo'lib qoladi mana. 3 dan kattalar. 3 ta o'zi kirmaydi, 4 ta o'zi-chi? 4 ta o'zi ham kirmaydimi? 4 ta o'zi ham kirmaydi. 4 ta o'zini qo'ysak, mahraj 0 bo'lib qolyapti. 2 boshqa son qo'ya olmaymiz. X ning nechta natural qiymatida tengsizlik o'rinli bo'ladi. 6 ni qo'ysakchi? 6 ni qo'ysak bo'ladi. Mana bu yerda bitta ajrim yechim qolib ketyapti. Bu oraliqda 2 ham kirmaydi, bu ham kirmagani uchun boshqa natural son yo'q, lekin 6 ni o'zini olsak bemalol bo'ladi, tepani 0 ga aylantiradi. Xo'p, javob 6 ekan. Bitta ekan, bitta. Xo'p, mis va qo'rg'oshindan iborat qotishmaning 60% mis bo'lib, mis qo'rg'oshindan shunchaki ko'p. Demak, mis 60% bo'lsa, qo'rg'oshin necha foizi? 40%. Orasidagi farq necha foizga farq qilyapti? 20% ga farq qilyapti. O'sha 20% ga qilgan farqi mana shunchaga ortiq deyapti. Buni nima deb yozib olsak bo'ladi? 11 taqsim 6 ga ortiq. Qotishmada qancha mis bor? Mis bizda necha foiz edi? 60% midi? 60% qancha deb olamiz. Bu demak 3 marta ko'payyapti. Bu ham 3 marta ko'paysa 3 ga qisqarib 11 taqsim 2 5,5 ekan. Proporsiya ishlasak 5,5 chiqadi. 6 burchakli muntazam piramida asosining tomoni va piramidaning balandligi 8 detsimetr bo'lsa, kichik diagonal kesim yuzini toping deb aytadi. Xo'p, piramida chizamiz. 6 burchakli piramida. Bu asosi. Asosining tomonini bizga 8 debdi. Mana bu uchi bo'lsa, hop, piramida. Biz narigi tomonlarga ham shunday tushganda. Sezilar sezilmas bular ham sal ko'rinadi. Mana. Xo'p, demak piramida uni balandligini tushirib qo'yamiz. Mana bu yerga balandligi tushadi. Xo'p, balandligi tushibdi. Tomoni 8 ga teng ekan. Demak, kichik diagonal kesim yuzini toping. 6 burchakli kichik diagonali kerak. 6 burchakli kichik diagonali mana bunday ko'rinishda o'tishi kerak. Mana shu ko'rinishda. Demak, bizga hozir xo'p, bu yerdan ko'rinmay ekan. Bu tomondan olsam biroz ko'rinadi menimcha. Mana bu kichik diagonalni topamiz. Endi hozir biz bitta joyda bo'yaymiz. Kichik diagonal kesim yuzi qayerda aytayapti? Mana shu joyda aytayapti bizga. Mana shu sariq hudud. Uni kesgandagi kichik diagonal kesim yuzasi bo'lib qolyapti. Xo'p, uning uchun bizga nimalar kerak endi? Qirras kerak. Qirras kerak bo'ladi va burchagi ham kerak bo'lib qoladi lekin. Demak, nima qilamiz qarang. Mana bu tomoni 8 bo'lsa,
burchagi 120 gradus bo'ladi-da, mana shu yer 8 ildizosida 3 ga teng bo'ladi. 8 ildizosida 3. O'sha kichik diagonali. Endi o'sha uchburchakning yuzasini topish uchun nimalarga e'tibor bersak chiqadi. Buni bunday tortsak. Bu 8. Mana bu ham 8 bo'ladi. Bu ham 8. Mana bu 45 gradusdan bo'lib qolgan ekan. 45 gradusdan bo'lib qolgan ekan. Qirrasi esa 8 ildiz 2 bo'lar ekan. Qirrasi 8 ildiz 2 ga teng ekan. Mana bu uchburchagimiz qirrasi 8 ildiz 2, bu tomoni ham 8 ildiz 2, bu 8 ildiz 3 bo'ldi. Ana endi shu uchburchakni alohida chizib olsak. Mana shunday uchburchak paydo bo'lib qolyapti. Bu yeri 8 ildizda 3 bo'lyapti. Bu yeri esa 8 ildizda 2, 8 ildizda 2 teng yonli uchburchak bo'ldi. Buni yuzasini topish uchun bunga bitta balandlik tushirsak. Balandlik. Mana bu yer 4 ildizda 3, bu yer ham 4 ildizda 3 ajraldi. To'g'rimi? 2 ga bo'ldi. Bu h. H topamiz Pifagor teoremasidan. H kvadrat plus 4 ildiz 3 kvadrati 16 bo'ladi. 3 ga ko'paysa 48 bo'ladi. Teng 8 ildiz 2 ning kvadrati 64 bo'ladi. 2 ga ko'paysa 128 bo'ladi. Ayiradigan bo'lsak 80 bo'ladi. 80 degani nima degani? 80 degani h teng 4 ildizda 5, 16 ko'paygan 5 bo'lsa, endi o'shani yuzasini topsak. Yuzasi asos ko'paygan balandlik taqsim 2 bo'ladi. Balandlik demak 4 ildizda 5 bo'ldi. Asosi 8 ildizda 3 bo'ldi. Shuni 2 ga bo'lsak. Xo'p, 2 bilan buni qisqartiramiz 4 bo'ladi. Yuza 4 kara 4 16 ildizda 5 bilan 3 ni ko'paytirsak 15 bo'ladi. 16 ildizda keyin esa funksiya grafiki koordinata tekisligining qaysi choraklarida yotadi? Xo'p, bularga demak son qo'yib ko'rgan qulay. Demak, o'zi ko'rsatkichli funksiya, mana y teng a darajasida x ning grafigi mana bu ko'rinishda bo'ladi, o'rtoqlar. Endi u -5 ayrilgani shundan 5 birlik pastga tushdi deganda, mana bu yerdan 5 birlik pastga tushsa, mana shunday ko'rinishda o'tib ketadi. Va bu 1-chi, 3-chi, 4-chi choraklardan o'tyapti. Shunday olib qo'ysak ham bo'ladi birdan. Keyingi misolga o'tamiz. 29. A ning qanday qiymatlarida mana shu sistema cheksiz ko'p yechimga ega bo'ladi deb aytilgan. Xo'p, cheksiz ko'p yechimga ega bo'lish sharti bor edi. Tenglamalar sistemasida A1 taqsim A2 teng B1 taqsim B2 teng C1 taqsim C2. Bu demak cheksiz ko'p yechimga ega bo'lish sharti edi. Ana shu shartga qo'yamiz. X ning oldida bu yerda 6 plus A keldi, taqsim bu yerdachi -2A keldi. Teng bo'lish kerak. Nimaga teng bo'lish kerak? -6 taqsim 3 ga teng bo'lish kerak. Yana teng bo'lish kerak. 2 taqsim A -3 ga teng bo'lish kerak. Shu yerda A ni topib qo'yamiz. Mana bu yerdan proporsiya qilsak. -6 ko'paygan A -3 nimaga teng? 6 ga teng. 6 bilan qisqartirib yuborsak, A -3 teng -1, A teng 2. A ni o'rniga 2 qo'ysak, mana bu yer ham qanotlantiramiz. Mana bu 2 qo'yilsa 4. Bu yerga 2 qo'yilsa 8. -4. Bemalol qanotlantiradi. A 2 ga teng ekan. Onasi 50, qizi 28 yoshda. Necha yil oldin qizi onasidan 2 marta yosh bo'lgan. Xo'p, bu turdagi masalalar nima deymiz? Onasi 50 yoshda, qizi 28 yoshda. Necha yil oldin desa, ikkalasidan ham bitta x ayirishimiz kerak. Aytyapti, 2 marta yosh bo'lgan, ya'ni qizini 2 ga ko'paytirgan bo'lsak, onasiga teng bo'lgan. Necha yil oldin desa, -x bo'lishi kerak. Xo'p, shunda 50 - x. Bu tomonchi 56 - 2x. 2x ni shuna bu tomonga plusga o'tkazsak x qoladi, 50 ni bu yoqqa minus o'tkazsak 6. Demak 6 yil avval ekan. Haqiqatan bu 44 yoshda bo'lgan 6 yil avval, bu 22 yoshda bo'lgan. 2 marta yosh bo'lgan. 31-misol to'plam mavzusidan berilyapti. A bilan B ni kesishtirish kerak ekan va C bilan birlashtirish kerak ekan. Keyin D bilan kesishtirish kerak ekan. A bilan B ni kesishmasi mana bu joy. A bilan B ni kesishmasi mana bu
S ni aytyapti bizga. Demak, birinchisining javobi S bo'lar ekan. Mana bu javobi S. Xo'p, shuni endi birlashtirishimiz kerak, S to'plamga qo'shib yuborishimiz kerak shuni. S to'plam qo'shib yuborsak, S to'plam mana bu edi. Xo'p, buni ham sariq hududga qilaylik mana. S to'plamga qo'shib yuborishimiz kerak. Xo'p, bu yerda demak mana bu elementlar olinyapti. Hozir sariq bo'lgan hududlarni jamini biz hisoblashimiz kerak. D bilan kesishtir deyapti. D endi bizda umumiy to'plam, mana shu katta to'plam D to'plam. U bilan kesishtirsak faqat ichidagi to'plamlarning o'zi bo'lib qoladi. Demak bizda oddiy elementlar, qaysi elementlar qoldi? S, M, N va L. 4 ta element paydo bo'lib qoladi. D bilan kesishtir degani D jami bo'lsa, sariq bilan kesishgan joyi faqat shu sariqda o'zi qolib ketadi. Tekislikda o'zaro kesishmaydigan A va B to'g'richiziqlar berilgan. A to'g'richisida 2 ta, B to'g'richisida 4 ta nuqta berilgan. Bu nuqtada bo'lgan jami nechta to'rtburchak bor? Tekislikda 2 ta kesishmaydigan to'g'richiziqlar berilgan. A va B. A da 2 ta nuqta bor. B da 4 ta nuqta bor. To'rtburchak yasashimiz uchun albatta tepadan 2 ta olishim kerak, pastdan 2 ta olishim kerak, to'rtburchak bo'ladi. Yoki mana bu ikkitasi bilan bu ikkitasini olsam to'rtburchak bo'ladi. Xullas, demak tepadan 2 ta olaman. O'zi 2 ta bor edi. Shundan 2 ta olsam mana S2 dan 2. Pastdan-chi? O'sha vaqtda 4 tadan 2 ta olishim kerak. Mana shu ikkalasi bir vaqtda bajarsa, 2 dan 2 olish 1 bo'ladi. 4 dan 2 olish 4 faktorial, 2 faktorial ayirsak 2 faktorial bo'ladi. Qisqarib ketsa bu yerda 3 kara 4 qoladi. Pastda 2 bo'lsa 12, 12 ni 2 ga bo'lsak 6. 6 ta to'rtburchak yasasa bo'lar ekan. Keyingisi xo'p, x ni alfani 2x plus alfalar topishimiz kerak. To'rtburchak demak, alfa nimaga teng? 180 minus x ga tengda. Ikkalasi qo'shniligidan 180 dan x ayirsak. Endi jami to'rtalasini qo'shsak nechta chiqish kerak? 360 chiqish kerak. Mana bu yer 90 lik hisobiga qolgan uchalasi endi 270 bo'lib qolish kerak. 78 qo'shamiz alfa plus 26 qo'shamiz alfani o'rniga nima yozamiz? Alfani o'zini yozib turaveraylik. Alfa teng 270. Xo'p, nima bo'ladi? 2 ta alfa teng 270 dan ayirib tashlash kerak. Bu necha bo'lyapti? 90 14 104. 2 ta alfa teng ayirsak necha bo'ladi? 166 mi? Alfa necha bo'ladi shunda? 83 mi? 83 gradus bo'ladi bu. A javobda berilgan. Alfa so'ralgan joyiga A mana. Endi x so'ralyapti. Shuni 180 dan ayirsak. Alfani topdik 83 ekan. X qancha bo'ladi 180 83 ayirsak? 97 mi? 97 B variantda berilgan ekan. Buni javob B bo'lar X so'rabdi. 2x plus alfa deyapti. Demak, x 97 chiqdimi? 2 ko'paygan 97 plus 83 desak. 277 mi? 277 bo'ladi. Agar 97 ga 83 180 bo'laydi, yana bitta 97 qo'shsak 180 97 277. To'g'ri. D variant berilgan, bunga D. Mana bu javob D bo'ladi. Keyingisi 5 ta nasos 3 soat davomida 27 metr kub suvni kanaldan tortib chiqaradi. Mana bunday qilamiz. 3 miqdor qoidasi. 5 tasi 3 soatda 27 metr kub. 4 tasi 5 soatda qancha deymiz? 3 miqdor qoidasida proporsiya mana bunday ko'paytiriladi. Pastdagisi mana bunday ko'payadi. Demak 4 bo'pti. 4 ko'paygan 5 ko'paygan 27 nimaga teng? 5 ko'paygan 3 ko'paygan x ga teng. 5 lar ketdimi? 3 ni bo'lsak 9 mi? 4 kara 9 36. 36 metr kubni tortib olaygan mana. Javob 36 bo'ladi. Keyingisi eng kichik qiymatini toping deyaptimi? Eng kichik qiymati yana qavs kvadratga keltirish kerak-da. X kvadrat minus 6x bu nimaning kvadrati? 3 bo'lish kerak. 3 kvadrat 9 bo'lsa, shu yergacha qavs kvadratni beradi. 9 ga nechini qo'shsak 23, 14 nima? Mana shu joyi nimani berdi bizga? X minus 3 ni qavs kvadratini berdi, plus 14 bo'lsa, kvadratning eng kichkina qiymati 0 bo'lsa, 0 plus 14 bo'lib,
Javobi 14 bo'lar ekan. Eng kichkina qiymati 14 ga teng ekan. Muntazam uchburchakning ichidan olingan ixtiyoriy nuqtadan tomonlarigacha bo'lgan masofalar yig'indisi 4 ga teng. Xuddi shunday savol berilsa, bu h deb bergan bo'ladi. Muntazam uchburchakning tomonlarigacha bo'lgan yig'im. Demak, h teng 4 ga teng ekan. Xo'p. Ildiz ostida 3 taqsim 2 a bu h deb beradi. Shuni biz 4 ga tenglaymiz. 2 ni ko'paytirib boramiz 8, ildiz ostida 3 ni bo'lsak 8 taqsim ildiz ostida 3 tomoni ekan. Endi yuzasini topish formulasi ildiz ostida 3 taqsim 4 a kvadrat bo'ladi. Muntazam uchburchak yuzasi ildiz ostida 3 taqsim 4 a bizga 8 taqsim 3 bo'lgani uchun 64 taqsim 3 bo'ladi kvadrat. 64 ni bo'lamiz 16 bo'ladimi? 16 ildizda 3 taqsim 3 degan javob chiqar ekan bu yerda. 16 ildizda 3 taqsim 3. Mana bu javob bo'ladi. Keyingisi umumiy makhraj berib, makhrajni tashlab yuborishimiz kerak. Xo'p, birinchi tenglikni bir tomoniga berib olaylik, mana bu tomoniga. Yo'q. 4 o'zi umumiy makhraj, to'g'rimi? Bunga 2 tadan bersak. Nima bo'ladi? 3x dan 2x ayrilsa x plus 1 taqsim 4 bo'lib qoldi bu tomon. Bu tomonchi. Bunga 5 tadan bersak, bunga 3 tadan bersak, bu 25, bu 9 qo'shilsa 34 mi? 34x minus bu 5 2 ga ko'paysa 10. Taqsim makhrajimiz 15 bo'lib qoldi. Endi proporsiya qilib yuboramiz ikki tomonga. 15 ni ko'paytirib yuborsak, 15 da x plus 15, 4 ni ko'paytirib yuborsak, 4 kara 30, 120, 16, 136 x bo'lib qoldi minus 40 mi? 15 ni bu tomonga ayirib o'tkazsak, 121 mi? 121 x katta, 40 ni bu tomonga qo'shsak 55 dan. X katta ekan 55 taqsim 121 dan, buni 11 ga qisqartirsak x katta 5 taqsim 11 dan. 5 taqsim 11 dan katta bo'lgan eng kichik son bu 1 da bu. Bu 1 ga yetmagan son bo'lyapti, 1 bo'ladi demak. Javob 1 ekan. Keyingisi, xo'p, zanjirli tenglama berilyapti. Bu tenglamada javob tomonidan kelishimiz kerak bo'ladi. 54 ni 13 ga bo'lamiz. 4 ta butun qoliq 2 pastda 13 bo'ladi. 4 plus buni bitta teskari qilib olamiz. 1 taqsim 13 taqsim 2 deb olamiz. 4 plus 1 taqsim 13 ni 2 ga bo'lsak 6 mi? 6 1 taqsim 2 bo'lar ekan. Endi o'z-o'zidan ko'rinib qoldiki, mana bu y. Y nimaga teng ekan? Y 4 ga teng ekan. Shunday shakl hosil qilib oldik. X-chi, mana bu x edi. X bizda 6 ga teng ekan. Z-chi, Z esa mana bu Z edi. Z bizda 2 ga teng ekan. Xo'p, endi mana bu yerga qo'yamiz-da, x plus y ga 6 plus 4 mi? 6 plus 4 taqsim z ga 2 qo'ysak 5 chiqar ekan mana. Javob 5. Telefon stansiyasi mijozlarning uy telefon raqamlari 7 xonali sonlardan iborat va 224 sonidan boshlanadi. Shu stansiya nechta mijozga xizmat ko'rsatishi mumkin? Xo'p, bu turdagi savollarda mana bunday ishlaymiz. Masalan, xo'p, 7 ta xona bo'lsa, boshi 224 dan boshlangan ekan. Qolgan bizga nechta xonasi qolyapti? 4 ta xonasi qolyapti. 4 ta xonasi qolsa, demak, mana bu xonaga biz 0 dan boshlab 9 gacha 10 ta raqam olib qo'yishimiz mumkin. Bunga ham 10 ta olib qo'ysak bo'ladi. Bunga ham 10 ta olib kelamiz, mana bunga ham 10 ta. Mana shu 10 larni shunday ko'paytirib qo'yadigan bo'lsak, 10 mingta odamga xizmat ko'rsata olar ekan. 10 ming. Keyingisiga o'tamiz. Xo'p. Mana shuni toping deyilyapti. B-ni bu tomon ko'paytirib yuboramiz. A nimaga teng? Ildiz ostida 3 ta B ga teng. A ni o'rniga mana bu yerga olib qo'yamiz. 2 ko'paygan. Ildiz ostida 3 B ni kvadratni nima bo'ladi? 3 qutilib chiqadi, B kvadrat bo'ladi minus 6B kvadrat. 0 da keyin bu ham 6B kvadrat bo'lib qoldi. Javobi 0 ekan. Keyingisi, xo'p. Bu yerda bitta usul o'ylab topamiz. Xo'p, 3 2021-sini 11 ga bo'lganda qoldiq qanday topiladi? Bunday yozamiz. Demak, 3 ni darajalarini 11 ga bo'lib ko'ramizda, qani nechtadan keyin
o'sha qoldiqlar takrorlanadi. Demak, 3 ta 11 ga bo'ldik. 11 ga bo'lib ketyapmiz. 3 ta 11 ga bo'lsak, qoldiq 3. 3 ta 3 ga ko'paytiramiz. Mana bu yerga yozamiz 9. 9 da 11 ga bo'lsak, qoldiq 9 da o'zi bo'ladi. 9 ni yana 3 ga ko'paytiramiz. 27 bo'ladi. 27 ni 11 ga bo'lsak, qoldiq 5. 5 ni yana 3 ga ko'paytiramiz. 15, 15 ni 11 ga bo'lsak, qoldiq 4. 4 ni 3 ga ko'paytiramiz. 12, 12 ni 11 ga bo'lsak, qoldiq 1. 1 ni 3 ga ko'paytiramiz. 3. 3 da bo'lsak 3. Endi mana shu yerdan boshlab davr boshlandi. 1, 2, 3, 4, 5 tadan keyin yana davr boshlandi. Demak, darajada 2021 turgani uchun, 2011 turgani uchun ana shu 2011 ni 5 ga bo'lgandan qoldiq kerak. Qoldiq bu yerda 1 bo'ladi. Demak, birinchi qator bizga kerak. Qoldiq 3 qolar ekan mana shuni 11 ga bo'lsak. Keyingisini ishlaymiz endi. 7 ni darajalarini 11 ga bo'lganda sanab chiqamiz. 7 ni 11 ga bo'lsak, 7 ni o'zi qoldiq. 7 ni 7 ni ko'paytirsak 49. 49 ni 11 ga bo'lsak 5 qoldiq. 44 ichida bor. 5 ni yana 7 ga ko'paytiramiz. 35. 35 ni 11 ga bo'lsak 2 qoldiq. 33 bo'linadi. 2 ni 7 ga ko'paytiramiz. 14. 14 ni 11 ga bo'lsak 3 qoldiq. 3 ni 7 ga ko'paytiramiz. 21. 21 da 11 ga bo'lsak 10 qoldiq. 10 ni 7 ga ko'paytiramiz. 70 bo'ladi. 70 da 11 ga bo'lsak 66 bo'linadi. 4 qoldiq. 4 ni 7 ga ko'paytiramiz. 28. 28 ni 11 ga bo'lsak qoldiq. 6. 6 ni 7 ga ko'paytiramiz. 42 bo'ladi. Xo'p, keyin 42 ni 11 ga bo'lsak 33 bo'linadi. 9 qoldiq. 9 ni 7 ga ko'paytiramiz. 63 bo'ladi. 63 ni 11 ga bo'lsak 55 bo'linadi. 8 qoldiq. 8 ni 7 ga ko'paytirsak 56. 56 ni 11 ga bo'lsak 1 qoldiq. 1 ni 7 ga ko'paytirsak yana nima bo'ladi? 7 bo'ladi. Bu degani biz o'rtoqlar davrini topib oldik degani. Mana shunchadan keyin 7 takrorlanish boshlanadi. Buning ichi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tadan keyin davr takrorlanyapti. Demak, bu yerda 2011 ni 10 ga bo'lamiz. Bunda ham 1 qoldiq qoladi. 1 qoldiq qoldi degani birinchi ustun. Birinchi ustunda 7 bor edi, 7 qoldiq qolar ekan bundan. Ikkalasini qo'shamiz, 10 bo'ladi. 10 ni 11 ga bo'lsak, baribir 10 qoldiq qoladi mana 10. Keyingi misol 40-misolni ko'ramiz. Bu cheksiz kamayuvchi geometrik progressiya. Uni yig'indisi S teng B1 taqsim 1 minus Q degan formula bilan aniqlanadi. Birinchi hadimiz mana bunga teng 1 taqsim 6 ga teng. Q esa nima ko'payib ketyapti bu? Ishorasi keyin mana bu yer plyusmidi minusmidi? Ha, plyus. Xo'p, 1 taqsim 6 1 minus. Demak, ko'payib ketayotgan narsasi bitta 2 ga ko'payyapti, bitta 3 ga ko'payyapti. Demak, 1 taqsim 6 ga ko'payyapti. 1 taqsim 6. Bu 1 taqsim 6, bu 5 taqsim 6 bo'lib ayirsak, 6lar qisqarib ketsa, 1 taqsim 5, buni 0,2 deb yozsak bo'ladi. Javobi 0,2 ga teng. Keyingi misol. 4 ta sonning yig'indisi 270 ga teng. Ulardan dastlabki 3 tasi 4, 5, 11 sonlariga to'g'ri proporsional. Demak, bunday qilamiz. 4, 5. 4x, 5x va 11x. Mana shunday to'g'ri proporsional deyilyapti. Ikkinchi va 4-sonlar 7 va 4-sini A deb turaylik. O'shalarni qo'shsak nimaga teng ekan? 270 ga teng ekan. Endi aytilyapti ikkinchi va 4-son. Ikkinchi son 5x midi? 4-sonchi A. O'shalar 7 bilan 5 ga teskari. 7 ga teskari bo'lsa 1 taqsim 7 deymiz. 5 ga teskari bo'lsa 1 taqsim 5 deymiz. Endi ko'paytirib yuboramiz. Teskari proporsiya mana shunday ishlanadi. A taqsim 7 teng bu qisqarib ketib x bo'lib qoldi. A teng 7x bo'lib qoldi. Demak 4-sonimizning o'rniga 7x qo'ysak bo'lar ekan. 4x, 5x, 11x plus 7x teng 270 deymiz endi.
Necha bo'ladi bu? Bu 9, 20, 27x bo'ldi, 270 bo'ldi. X teng 10 bo'ldi. Bizga qaysi son so'ralyapti? 3-son. 3-son 11 edi. 11 ni 10 ga ko'paytirib qo'yamiz, 110 bo'lar ekan. 41-misol. 35 ga qoldiqsiz bo'linar nechta 3 xonali son? Eng katta 3 xonali son 999 bo'lamiz 35 ga. Va mana shundan ayirib tashlashimiz kerak. 99 ni bo'lamiz 35 ga. Mana shularni butun qismlarni ayirib tashlashimiz kerak. Nimaga 99 ni bo'lyapmiz? Bu ikki xonalilar bu yerda qatnashib qolyapti. Bizga eng katta 3 xonali sondan ayirib tashlashimiz kerak. Xo'p, 999 ni 35 ga bo'lsak necha bo'ladi? 99 ichida 2 ta 28 demak butun qismi. Xo'p, buni bo'ladigan bo'lsak 99 35 ga bo'lsak 2 ta chiqadi. Demak buni ayirib tashlasak endi 26 ta. 26 ta 3 xonali sonimiz 35 ga qoldiqsiz bo'linar ekan. Keyingi misol. Xo'p. Bu turda kasrlarda umumiy makhraj berish kerak birinchi navbatda, keyin bir qonuniyatini aniqlash kerak, qanday qisqaryapti. Bunga 3 tadan, bunga 4 tadan, bunga 5 va bunga 98 tadan makhraj beramiz. Bunga 3 qo'shsak nima bo'ladi? 5 taqsim 3 bo'ladi. Bunga 4 qo'shsak 6 taqsim 4 bo'ladi. Bunisi-chi 7 taqsim 5 bo'ladi. Endi mana suratlar bir qo'shilib davom etyapti. Yana 1 2 ta yozaylik. 8 bo'ladi keyingisi, makhraj 6 bo'ladi keyingisi. 9 bo'ladi, makhraj 7 bo'ladi keyingisi. 10 bo'ladi, makhraj 8 bo'ladi. Ana shunday ketaveradi. Oxirginchisi 98 ga 2 ni qo'shsak 100 bo'layapti, 98. Undan bitta oldin nima bo'laydi? 99 bo'laydi, bu yerda 97 bo'laydi. Undan oldinchi 98 bo'laydi, bu yerda 96 bo'laydi. Undan oldinchi 97 bo'laydi, bu yerda 95 bo'laydi. Endi buni qisqarishiga e'tibor bersak, mana bu 5, bu bilan emas, undan keyingisi bilan qisqaryapti. 6 ham mana shunday, 2 tadan keyin qisqarib ketyapti. Xullas mana shunday qisqarishlar sodir bo'lib, bu yerlarda bular sheriklari bor. Hop, 96 lar sherigi bor, 98 ham bor. Xullas makhrajda 2 ta qolganidan sezish kerakki, oxirida suratda 2 ta qoladi deb sezish kerakda. Demak, 99 ko'paygan 100, bu yerdachi 3 kara 4. 99 3 ga bo'lamiz. 33, 104 ga bo'lamiz 25. Endi xo'p, 30 ta 25, 750, 825 bo'lar ekan degan javob. 825 degan javob to'g'ri bo'ladi. Keyingisi, teng yonli uchburchakning perimetri 120, yon tomoni asosidan 7 marta katta. Yon tomoni katta ekan. Asosini x deb olsak, nima bo'ladi? Bular 7x dan bo'ladimi shunda? Perimetrini topish uchun qo'shamiz hammasini. Perimetr nima bo'ladi? 7x plus 7x plus x teng nechaga tenglaymiz? 120 ga. 14 15x teng 120 bo'lsa, x teng 8 chiqadi. 8 da demak bizga asosi so'ralyapti, o'zi x so'ralibdi-da. Javob demak necha ekan? 8 ekan. Endi B-siga e'tibor beramiz. 42 ni B-si. Bu yerda juda zo'r savol berilgan. Mana shu ochib chiqqanda 18-darajani oldida demak p ni topishimiz kerak. Koeffitsient topishimiz kerak. Xo'p. Bu yerda bunday o'ylaylik. Hozir mana bu darajasi baribir 10 chiqaverish kerak. 10. Endi bunday qilamiz. Masalan, o'sha p ni oldida p ko'paygan. Xullas, mana bular ko'payganda x ni 7-chisi a marta ko'paygan, a ga ko'paygan, x 4-chisi aytaylik b ga ko'paygan darajasi. Keyin 1 da qanaqadir s darajasi bo'lgan. Va ular 1 da s darajasi bo'lgan. 1 da bu yerda 1 endi x ni 0-chisi-ku, xo'p. Ana shu teng bo'lgan p ko'paygan x ni 18-chisiga. Shu yerdan qanday xulosalar qila olamiz? Lekin aslida mana bu a, b, s'larning yig'indisi bizda 10 bo'lish kerak edi. Demak a plus b plus s teng 10 bo'lish kerak edi. Xo'p, keyin s bu yerda x yo'q-ku. X yo'q bo'lgani uchun s 0 ga teng. Uni ham olib qo'yamiz. Keyin mana bu 7a, 7 ni a ga ko'paytirsak 4 ta b. Xo'p, teng 18 bo'lish kerak. S 0 bo'lsa teng 18 bo'lish kerak. Ana endi son tanlab olamiz. Yo'q, S 0 emas hali.
s'ni 0 s nechinchi darajaligini bilmaymiz. U 1 darajasi deb turadi u. Mana bu yerda qarang. Demak, bu yerda x qatnashmagani uchun, bu yerda x darajasi 18 bo'lyapti. X qatnashmagani uchun bu yerda s qo'shilmayapti. Nechini son tanlab olsak bo'ladi? 7 ga 2 tanlasak 14 bo'ladi. B ga 1 tanlasak shunda 18 ni beradimi? Demak, biz A, B, S'larni topdik. A necha ekan? 2, B necha ekan? 1, S-chi? Mana bu yerga qo'yib topamiz. A ni o'rniga 2 qo'ydik, 1 qo'ydik. 10 bo'lish uchun bu 7 bo'lish kerakmi? S 7 ekan. Xo'p, endi oltita koeffitsient topishning formulasi bor. Xo'p, daraja 10 bo'lgani uchun 10 faktorialni mana shu uchalasini faktorialga bo'lib qo'yishimiz kerak. 2 faktorial, 1 faktorial va 7 faktorialga bo'lib qo'yishimiz kerak. 10 dan 7 gacha bo'lgani bo'linib ketsa. Xo'p, bunday davom ettirayotganimizni bildirib qo'yaylik. Nechilar qoladi? 8, 9, 10 qoladi. Maxrajda esa 2 faktorial necha degani? Bu 2 degani bo'ldi. 1 1 ga teng. Demak, 8 ni 2 ga bo'lamiz. 4, bu 90, 360 degan javob chiqar ekan. Demak, 360 ga teng ekan. 43-misol. Arc sinus 1/3. Xo'p, demak, bularni ikkitasini alohida ishlashimiz kerak. Birinchi ikkitasini ishlab olamiz. Qanaydir bir a ga teng deb olamiz va ikkovini qo'shamiz. Ya'ni arc sinus 1/3 ga arc sinus 1/3 ga arc sinus nimani qo'shamiz? 1/3 ildizi ostida 11. Ya hozir o'zi bu ikkalasini qo'shib olsak osonmikan deyman. Mana shu keyingi ikkitasini qo'shib olayotgani. Keyingi ikkitasi. Mana buni 1/3 demaymizda. Necha deb yuboramiz? 3/3 ildizi ostida 11 deb yuboraylik. Ikkita tomonni sinuslab yuboramiz. Sinuslab. Bu tomonda ham sinus deymiz va bu tomonda ham sinuslab yuboramiz. Shunda sinus a teng. Mana bu sinus alfa plus betadan olib chiqadigan bo'lsak, sinus birinchi o'ziga olaydi. Arc sinus 3/3 ildizi ostida 11 ko'paygan kosinusga beradi endi sherigini. Kosinus arc sinus 1/3 ildizi ostida 11 plus endi sinus ikkinchisini o'ziga oladi. Arc sinus 1/3 ildizi ostida 11 ni o'ziga oladi. Kosinusga sherigini beradi. Kosinusga qaysini beraydi? Birinchisini beradi. Kosinus arc sinus 3/3 ildizi ostida 11. Xo'p, mana bular endi sinus bilan arc sinus osongina qisqarib keta oladi. Faqatgina kosinus bilan arc sinus qisqarishi uchun uni biz uchburchak usulidan topib olishimiz kerak. Ikkita uchburchak kerak menda bizga. Birinchisi mana bu yerda nima bo'lyapti? Sinusi, demak mana arc sinus sinusi 1/3 qarshisidagi 1, gipotenuza 3 ildizi ostida 11. Mana bu yerda topishimiz kerak. Xo'p, bu necha bo'ladi? 11 dan 11 chiqadi, 9, 99 dan 1 ayirsak. Tushunaymi? 9, 11, 99 dan 1 ayirsak 98, bu 7 ko'paygan 2 bo'lsa, 49 ko'paygan 2 bo'lsa, 7 ildizda 2 bo'lar ekan. Demak, buni kosinusini topdik. Mana bu narsa demak kosinusi bo'ladi. Bu narsa nimaga teng ekan? Yopishganlik gipotenuzaga nisbati bo'lsa 7 ildizda 2 taqsim 3 ildizda 11 bo'lib qoldi. Endi bunisini ham topamiz ana shunday uchburchak usulidan. Bu yerda ham sinus 3/3 ildizi ostida 11 deyapti. Bu yer 3, bu yer ildizi ostida 11 bo'lsa, bu 11, bu 9 bo'lsa 2 bo'lyapti. Mana bu yer ildizi ostida 2 ekan. Demak, mana bu narsa ildizi ostida 2/3 ildizi ostida 11 ga teng ekan. Endi bir yozib olamiz, hammasini qaytadan bir yozib olamiz. Shunda nimalar bo'ladi? Xo'p, mana bu yerda qisqarib ketgandan keyin 3/3 ildizi ostida 11 qolibdi. Ko'paygan bu-chi? Mana bu joyda 7 ildizda 2/3 3 ildizi ostida 11 bo'lib qolgan edi, o'rta plus. Mana bu yerda 1/3 3 ildizi ostida 11 ko'paygan, keyingisichi 3/3 ildizi ostida yo'q.
Ildiz ostida 2 taqsim ildiz ostida 11 chiquvdi. Xo'p, buni ixchamlasak necha bo'lyapti endi bu? Buni sinus a ga tenglaydik. Sinus a teng shunga. Bu 21 ildiz ostida 2. Yana bitta ildiz 2 bilan 22 ildiz ostida 2 bo'lib qolibdi. Mana buchi. 11 bilan 3 ildiz ostida 11 ko'paysa. Mahraji demak 11 qutilib chiqadi. 33 bo'lar ekanda mahraji. Qisqartirib yuborsak 2 ildizda 2 taqsim 11 bo'lib qolar ekan. 2 ildizda 2 taqsim 11. Shu yerdan a ni topsak, endi a nimaga teng bo'ladi? A arc sinus. Xo'p, 2 ildizda 2 taqsim 11 ga teng ekanda. 2 ildizda 2 taqsim 11. Ana shunga endi boyagi qolayotgan bittasini yana qo'shishimiz kerak. Hozir mana bu ikkitasini qo'shib chiqdik biz. Shunga endi bunisini qo'shishimiz kerak. Xo'p, ana shunga qo'shamiz, mana bu yerga yozamiz. Arc sinus 2 ildiz 2 taqsim 11 ga qo'shamiz arc sinus 1 taqsim 3 ni. Buni qanaydir bitta b deymizda, ikkita tomonni sinuslab yuboramiz yana. Xo'p, endi sinus bo'yicha mana buni yana ochib chiqamiz. Demak, nima bo'ladi endi? Sinus o'ziga oladi birinchisini sinus arc sinus 2 ildizda 2 taqsim 11. Keyingisi kosinus arc sinus hop 1 taqsim 3 sherigini berdi plus endi kosinusga beradi. Kosinus arc sinus birinchisini oladi endi 2 ildizda 2 taqsim 11 va sinus arc sinus 1 taqsim 3. Bunisini o'zi oldi. Xo'p, shu yerda sinus arc sinuslar ketadi. Mana bu yerda ham sinus arc sinus ketib 1 taqsim 3 qoladi. Faqat kosinuslarni uchburchak usulidan topib olamiz. Uchburchak usulidan topsak, xo'p, sinusi 1 taqsim 3 bo'lgan bo'lsa, nima degani u? 1 taqsim 3 bo'lgan. Mana bu yer 9, 9 dan ayirsak 8, 8 degani 2 ildizda 2 degani. Kosinusi demak 2 ildizda 2 taqsim 3 ga teng ekan. 2 ildizda 2 taqsim 3 ga teng ekan. Keyin bu yerda 2 ildiz 2 sinusi bo'lsa, mana bu yer 2 ildiz 2, bu yer 11. Mana bu yer endi ildiz ostida 3. Yo'q, bu katta son chiqadi-ku. 11 o'zi-ya. 11 o'zi bo'lsa, necha bo'ladi endi? 11 ning kvadrati 121 dan 8 ayirsak. 113 mi? 113. Bu 9 ko'paygan 17 deganimi? Yo'q. 9 ko'paygan 13 deganimi? 117 bo'lsa 9 ko'paygan 13. 3 ildiz ostida 13 deb yozsak bo'lagan. 3 ildiz ostida 13. Endi yana joy-joyiga qo'yamiz. Xo'p, sinusi demak mana bu 2 ildiz 2 taqsim 11 bo'ldi. Ko'paygan kosinusi 2 ildiz 2 taqsim 3 bo'ldi. 2 ildiz 2 taqsim 3 plus xo'p, mana buni kosinusi 3 ildiz 13, 3 ildizda 13 taqsim 11 bo'ldi. Ko'paygan. Keyingisi 1 taqsim 3 bo'ldi. Mahrajlari bir xil bo'ldi. 33 bo'ldi mahraji ikkalasi ham. Buni qo'shsak bu 8 bo'ldi. 8 plus 3 ildiz 13 mi? Xo'p. Mana bu yerda 3 ildiz 13 to'g'ri chiqdimi? 11. Bu 11 qayerdan kelgan edi? Tepada mana bu yerda 11 dedikmi? 2 ildiz 2 taqsim 11. Ha, 11 emas. Bu demak 2 ildiz 2 taqsim 11 ga qisqartirdik buni. 3 bo'laydi bu. O'shani to'g'rilaymiz endi. 2 ildiz 2 taqsim mana bunisi 3 bo'laydi. Xo'p, qayerlarda 3? Endi mana bu yerda 3. Mana bu yerda 3.
2 ildiz 11 taqsim 3. Mana bu yer 3. Bu yer 1 bo'ladi keyin Pifagordan. Xo'p, endi qolganlari to'g'ri. Mana bu yerni to'g'rilik. Nima bo'ldi bu? 2 ildiz 2 taqsim 2 ildiz 2 taqsim 3 ko'paygan. Xo'p, bunisi 1 taqsim 3 bo'lsa, 2 ildiz 2 taqsim 3 bo'ldi bu ham. O'rta plyus. Xo'p, mana bu kosinus ne chiqdi? 1 taqsim 3 chiqdi keyin. Keyingisi ham yana 1 taqsim 3 bo'ladi. Bu 8 taqsim 9 plus 1 taqsim 9, bu 1 chiqyapti javobi. Endi B sinus B teng, demak bu tomon 1 ga ekan. Sinus 1 ga qaysi gradusda teng? 90 gradusda teng. Pi taqsim 2 ga pi taqsim 2 yo'q, bunga emas. Adashib bunga yozib yuboryapman. Mana bu yerga pi taqsim 2 yozilishi kerak. Pi taqsim 2 ishlanishi mana shunday uzun chiqar ekan buni. Xo'p, keyingi misol endi. Keyingi misol nima qilib ishlaymiz buni? Belgilash olamizmi? Belgilash oladigan bo'lsak, ildiz ostida 1 plus buni a desak a kvadrat plus buni a desak a kvadrat, buni a plus 1 desak a plus 1 ni kvadrati bo'lib qolyapti. Tashqarida plus a taqsim a plus 1. Xo'p, endi bunga a plus 1 ni kvadratdan makhraj berib yuboramizmi? A plus 1 ni kvadratdan makhraj berib yuborsak. Xo'p, nima bo'ladi? A kvadrat plus 1 ni ko'paytirishimiz kerak. A kvadrat plus 2 ta a plus 1 ga, keyin a kvadrat qo'shishimiz kerak. Xo'p, makhrajimiz nima bo'ldi? A plus 1 ni kvadrati bo'ldi. Ana endi buni ishlaydigan bo'lsak, hozirroq o'chirib turamiz bu yerni, pasini o'chirib turaylik-da. Mana bu yerdan hozirroq o'chiramiz. Xo'p, uchburchaklarni ham olib turaylik. Ana shunday makhraj, umumiy makhraj berib oldik. Belgilash olgandan keyin plus tashqarida a taqsim a plus 1 bor. Xo'p, endi mana buni ochib chiqsak nima bo'ladi? Ochib chiqsak a ning 4-chisi plus 2 ta a ning kubi plus a ning kvadrati plus a ning kvadrati plus 2 ta a plus 1 bo'lib qolgan. Keyin plus a kvadrat ham bor. Taqsim a plus 1 ni kvadrati. Ana shu narsa ildizda turibdimi? Ildizda ichini hisoblab olaylik-da. Birinchi a ning 4-chisi plus 2 ta a ning kubi plus 2 ta a ning kvadrati plus 2 ta a plus 1 bo'lib qoldimi? A ning 4-chisi 2 ta ni mana buni qo'shsak 2 ta a kvadrat bo'ldi. Ha, keyin bitta a kvadrat ham bor ekan. Bitta a kvadrat ham bor ekan. Taqsim a plus 1 ni kvadrati. Xo'p, bu narsa endi formulani berdi. Qanday formulani berdi bu? Surat a kvadrat plus a plus 1 ni qavs kvadratini beradi. Makhrajdan a plus 1 qutib chiqadi keyin. Makhrajdan a plus 1 qutib chiqadi. Shunga qo'shishimiz kerak edi. A taqsim a plus 1 tashqarida turgan edi. Demak, bu a kvadrat plus 2 ta a plus 1 taqsim a plus 1 bo'lib qolyapti. A plus 1 ni kvadrati bo'ladigan bo'lsa, bo'lsak yana a plus 1 bo'ladi. A plus 1 demak a bizada 2018 edi. 1 qo'shadigan bo'lsak, bu 2019 bo'lib qoladi keyin. 2019. Mana pi taqsim 2. Hammasi yozib kelyapti. Xo'p, keyingisi 44-misol.
44-misolda a-sini qanday ishlaymiz? A-sini mana bunday buni birinchi birorta kvadratga keltirib olamiz. Nima bo'ladi kvadratga keltirsak? Minus x kvadrat minus 4x plus 4x turibdi. Keyin minus 4 desak formulani beradi. Keyin minus 2 turgan bo'lsa plus 2 deb qo'yamiz. Mana shu ko'rinishga keldi. Natijada biz buni mana bunday ko'rinishda tasvirlab olyapmiz. 2 minus chiqarib olsak x minus 2 ning qavs kvadrati. Xo'p, endi o'zi integral degani yuza degani. Yuza hisoblashimiz kerak. Mana shuni demak bu bizga yarim doirani berib turibdi. Yarim doira. Yarim doira yuzasini topib qo'yishimiz kerak bo'ladi mana. Demak, grafigini chizamiz. Grafiga. X ga shu yerda 0 qo'yib bo'ladimi? X ga 0 qo'ysak, 2 ning kvadrati 4 bo'ladi-da, 2 ga ayrilgan 4 ildiz ostida manfiy bo'lib qoladi, mumkin emas. Nechi qo'ysa bo'ladi x ga? 2 qo'ysak 0 bo'lib ketadi, ildiz ostida 2 qoladi. Xo'p, demak, mana bu chegaraning ikkita chekkasini qo'yamiz. Birinchisini qo'ysak. Demak, birinchisini qo'yapmiz. Yuqoridagi chegarani. Ildiz ostida 2 minus x o'rniga nima qo'yamiz? 2 plus ildiz 2 qo'yamiz, minus 2 turibdi kvadrati. Xo'p, 2 lar ayriladi, kvadrat 2 bo'ladi, 0 bo'lar ekan shunda javobi. Demak, mana bu yerdan belgilaylik, 2 plus ildizda 2 ni olib kelganda 0 bo'lar ekan. Endi 2 minus ildizda 2 ni olib kelamiz ikkinchisi. 2 minus x o'rniga 2 minus ildiz 2 chegarani bunisini olib keldik. Minus 2 ning kvadrati. Xo'p, 2 lar ayrilib ketadi. Mana bu kvadrat yana 2 bo'ladi, yana 0 bo'ladi. Mana shu nuqtada ham 0 ekan. Demak, bunday aylanganda shu yerdan. Mana shunda yarim doira, o'sha yarim doira yuzasi so'ralyapti bizga. Yarim doira yuzasi, demak, doira yuzasi o'zi pi r kvadrat taqsim 2 bo'ladigan bo'lsa, mana 0 emas, 2 minus ildizda 2. 0 ga teng bo'lishini olsak. Xo'p, o'shani topishimiz kerak. Radius kerak ekan. Radius topish uchun nima qilamiz? Bir-biridan ayirib 2 ga bo'lamiz, radius kelib chiqadi. 2 plus ildiz 2 dan ayiramiz 2 minus ildiz 2 ni. 2 ga bo'lamiz keyin. 2 lar ayrilib ketdi. Bu plus bo'ldi, 2 ta ildiz 2 bo'lsa, ildiz 2 bo'lib qolgan radius. Mana shu yerga qo'yamiz. Pi ko'paygan ildiz 2 ning kvadrati 2 bo'lsa, taqsim 2 qisqarib ketib javob pi bo'lar ekan. Mana bu pi ga teng. Xo'p, keyingisi 5 ga bo'lganda qoldiq, oxirgi raqamidan kelib chiqsak bo'ladi. Demak, uchta darajalar davri 4 ta takrorlangani uchun darajasini 4 ga bo'lsak, 52 bo'lsa bo'linadi. Qoldiq 1, 3 birinchisi 3 bilan tugaydi. Qoldiq ham 3 ta o'zi bo'ladi 5 ga bo'lganda. Keyingisi, quyidagi rasmda silindr shaklidagi chelak va suv idish tasvirlangan. Demak, chelak bilan nima berilgan? Xo'p, Anvar qo'lidagi chelak bilan suv idishni to'ldirmoqchi. Bunga ko'ra suv idish to'lishi uchun necha chelak suv kerak bo'ladi? Mana bu chelakdan nechtasi bo'lsa suv idish to'ladi. Xo'p, silindrda hajmidan kelib chiqamiz. Silindrda hajmidan, mana bu katta hajmni kichik hajmga bo'lsak, kelib chiqish kerak hozir. Lekin mana bu 80 qarang, bu 80 aylanasining uzunligi ekan. Buni aylanasining uzunligi necha ekan? 20 ekan. Shundan bilib olaylik, bular radiuslar nechiga farq qiladi? Necha marta katta? 4 marta katta-da, to'g'ri? Mana bu radiusi x bo'lsa, buni radiusi nima bo'ladi? 4x bo'ladi. Endi balandligichi, balandligi. Masalan, mana bu balandligi h bo'lsa, buni balandligi nima bo'ladi? 3 ta h, 3 marta katta bo'ladi. Shunda kattani hajmini topaman. O'zi silindrda hajmini topish pi r kvadrat ko'paygan h degan formula bilan aniqlanishi kerak. Demak, kattasinikini topamiz birinchi. 1 deylik, kattasinikini. Pi radiusini o'rniga nima qo'yamiz? 4x qo'yamiz. Kvadrati bo'lsa 16x kvadrat bo'ladi, to'g'rimi? H o'rniga nima qo'yamiz? 3h qo'yamiz. Endi v2 pi ko'paygan radiusi nima? X, balandligi h, shunchaki x kvadrat ko'paygan h deb bir-biriga bo'lsak nechta ishlatishimiz kelib chiqadi, to'g'rimi? Pi lar ketdi, x kvadratlar ketdi, h lar ketdi. Demak, 48 chelak suv to'ldirsa, 48 chelak solsa, mana shu to'ladi deb ayta olamiz. Necha marta kattaligini topdik? Necha marta katta? Demak, 48 ta. 48 yozamiz.
Xo'p, funksiyaning eng katta qiymatini toping deyilibdi. Shu turdagi savollarda mana tepani ham mag'rajni ham bir xil holatga keltirib olishimiz kerak. Qanday bir xil qilamiz? 3x kvadrat plus 9x plus 7 deymiz. Pastda ham shuni yozamizmi? 3x kvadrat plus 9x plus 7. Suratda nechi qolib ketdi? 10 bo'lsa, yana qaytadan yozamiz. 3x kvadrat plus 9x plus 7. Mana bu necha? 1 plus Xo'p, 10 taqsim. Mana bu eng kichkina qiymati kerak. Ana shu eng kichkina qiymatga erishganda eng katta surat eng katta bo'ladi-da, makhraj eng kichkina bo'lganda. Eng kichkina qiymati buni aytaylik y nulovoyini topib qo'ysak ham bo'ladi. Y nulovoy kvadrat funksiyaning eng kichkina qiymati y nulovoyda bo'ladi. Y nulovoy qanday topiladi? X nulovoyini topamiz. Minus 9 taqsim minus b taqsim 2 bo'ladi, 6 bo'ladi. Bu minus 3 taqsim 2 degani. Endi y nulovoy topsak-chi? Minus 3 taqsim 2 ga borib qo'ysak. 3 ko'paygan 9 taqsim 4 minus 9 ko'paygan 3 taqsim 2 plus 7. Xo'p, 27 taqsim 4. Bu 27 taqsim 2 mi? 54 taqsim 4 deb yozib beramiz. 7 ni necha deymiz? 28 taqsim 4 deb yozib beramiz. 1 taqsim 4 mi keyin javobi? Minus 27 taqsim 4, 1 taqsim 4. Mana shu yerga 1 taqsim 4 qo'yib beramiz. 4 shunday tepaga aylanib chiqsa 41 bo'lib qolgan ekan. Eng katta qiymati 41 ga teng ekan. Xo'p, bu 9-mock testimizni tahlili edi.